Mashhur S6 smart qulfimizni bilasizlar, lekin bugun sizlar bilan S1 model haqida gaplashamiz. S1 smart qulfimiz S6 bilan deyarli bir xil. Bugun sizlarga ushbu farqlarini gaplashib o'tamiz. Birinchi qulayligi bu juda ham ingichka, ya'ni 4 sm qalinlikka ega. Ichki zamoglari esa bular 35 mm lik, ya'ni 3,5 sm zamog bilan jihozlangan. Bu degani alyuminiy eshiklar, termoplast eshiklar hammasiga xuddi qolipdek tushadi. Ya'ni sizni hech qanday ovoragarchiliklarga qo'ymaydi, hech qanday ishlov berish shart emas. Shunday olib borasiz, o'rnatasiz, ishlatasiz. Bu ham xuddi o'sha ko'rib turganingizdek kod yordamida ochish imkoniyatiga egasiz. NFC karta yordamida ochish imkoniyatiga egasiz. Barmoq izi отпечатка orqali ochish imkoniyatiga egasiz. Va undan tashqari kalit yordamida ham bemalol ochib ishlasangiz bo'ladi. Juda ham zo'r. Ya'ni buni ingichkaligi o'sha hozirgi nozik high-tech eshiklarga ham, guli ko'p bo'lgan darvozalarga, ya'ni kam joy egallaydigan joylarga ayni muddao. S6 bilan farqi buni kamerasi yo'q xolos. Hattoki xotirasi ham bir xil, ya'ni 200 tagacha отпечатка, 200 tagacha kodlarni bemalol qo'yib ishlasangiz bo'ladi. Ayniqsa ko'p qavatli domlarda podyezdlariga ayni muddao bo'ladi va kim qachon kirib chiqqanini ham o'z xotirasida saqlab qoladi. Yana bir qulayligi Wi-Fi bilan jihozlangan. Agar uyda Wi-Fi bo'ladigan bo'lsa, Wi-Fi ga bog'lab qo'yib, dunyoning istalgan nuqtasidan turib bemalol qulfni boshqarib, ochib, yopish, kim kiryapti, kim chiqyapti, hammasini telefoningiz yordamida ko'rib, bilib turishingiz mumkin. Bundan tashqari yana bitta afzalligi, ko'rib turganingizdek, batareykalari bular juda ham sodda, o'zimizni oddiy batareykalardan foydalanilgan 4 dona original, o'sha Duracellmi yoki boshqa kompaniyaning original yaxshi sifatli batareyka qo'ysangiz, 8 oygacha sizni bezovta qilmaydi. Quvvati 20% dan kam qoladigan bo'lsa, har eshikni ochib yopganingizda sizga batareyka quvvat haqida ma'lumot berib eslatib turadi. Mexanizmimiz tili ham yangi standart bo'yicha ishlab chiqarildi. Ko'rib turganingizdek, alohida 3 ga bo'lib qo'yilgan, ya'ni qo'shimcha tili bu juda ham oson qayrilish imkoniyatiga ega. Bu kuchli zarbdan, ruchkani qattiqligidan sizni saqlaydi. Ishlatish juda ham oson, yengil, eng muhimi mustahkam qilib ishlangan. S1 smart qulfimizni komplektida nimalar chiqadi? Birinchi navbatda qulfimizni o'zi, o'sha cheskranlari, ya'ni qotirish uchun o'zini hamma turdagi samarezlari, hattoki mayda samarezlarigacha, NFC kartalari va undan tashqari ikkita kalit ham chiqadi. Eng muhimi mexanizmi, yangi zamonaviy mexanizmi chiqadi. Siz shunchaki bu qulfni sotib olasiz, uyingizga olib borasiz va hech qanday mashaqqatsiz osonlik bilan o'rnatasiz va mustahkam ishonchli himoyaga ega bo'lasiz. Odesher sizga mana shunday eng yaxshilarini, eng sifatlilarini tavsiya qilishda davom etadi.